Salom Mustafa o'rta, omad. Zo'r chiqqan video. Sanani bu gap elamaga juda ham katta motivatsiya berdi va men yangi video chiqarishga qaror qildim. Bugungi video roligimizda biz sizlar bilan Minecraftdagi horror faktlarni ko'rib chiqamiz. O'ylaga qulayroq o'tirib olinglar. Qanunda biz video roligimizni boshladik. Bu odamlarni zaif qiladi. Disk 11 va disk 13 Minecraftdagi musiqa disklaridan eng qo'rqinchlilari bu. Disk 11 va disk 13. Disk 11 da odamning nafas olishi, yugurayotgan tovushlar, yiqilish va sirli metal tovushlar eshitiladi. Disk 13 da esa qorong'u va noaniq tovushlardan iborat narsa eshitiladi. Kompas nezerda ishlamaydi. Agar kompasni nezerda ishlatmoqchi bo'lsangiz, u har xil tomonga qarab aylanaveradi. Chunki nezerda world spawn nuqtasi yo'q. Bu qo'rqinchli fakt emas-ku. Do'stlar, bugun Minecraftdagi disklar meni uxlatmadi, lekin siz uxlang. Men esa yangi videoni tayyorlayman. Obuna bo'ling, yoqmasa Endermenga aytaman, sizni teleport qilib yuboradi. Bu Jiko edi. Ko'rishguncha.